Assalomu alaykum YouTube kanalimizga obunachilari. Bugungi videoda biz Telegramdan chotki bot topib qo'yganman. O'sha Telegram bot orqali Telegram nomer, Telegram Premium, Telegram Stars ochishni ko'rib chiqamiz. Bizga Telegram kerak bo'ladi. Telegram originalidan men o'zim akkauntim Telegram originalga kirgizilgan, lekin virtualniy nomerni bilsanglar, ikkinchi ya'ni norasmiy Telegramga kirgizish kerak bo'ladi. Chunki unga Telegramga xabar yuborish kerak bo'ladi. Original Telegramga men o'zim akkauntimga kirib oladigan bo'lsak, keyin qidiruvga kuchuvcha faol nomer pastki chiziqcha bot qidiradigan bo'lsak, bot chiqib keladi. Men bu botni videoning tagida описаниеda qoldiraman. Bemalol kirib foydalansanglar bo'ladi. Ishonchli zo'r bot, men kafolat beraman. Jamaqda bordiku, lekin necho baribir zo'r bot. Rostdan ham kirib ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Botga start bosadigan bo'lsak, bitta kanal chiqadi. U ham o'zini yengilliklarini tashab turadigan kanal bo'ladi. O'sha kanalga obuna bo'lib turib, botga qaytib turib, tekshirish tugmasini bossanglar, bot qabul qiladi. Keyin bizga knopkalarni chiqazadi. Botdan raqam, start, premium, balans, to'ldirish, qo'llanma va murojaatlar knopkasi bo'ladi. Bizga hozir raqam, ya'ni virtualniy nomer sotib olmoqchimiz. O'shaning uchun shu knopkani bosganimizdan keyin bizga ko'rgan bo'lsanglar, nomerlarni chiqazib beradi. Arzon nomer, xohlagan summanglardagi nomerlarni topsanglar bo'ladi. Keyin botdan Starsni bosadigan bo'lsak, Starslarni ham chiqazib beradi. Stars bilsanglar, Telegram yulduzcha platniy reaksiya bo'ladi bu. Buni narxlari ham arzon, bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Telegram Premium ham arzon. Arzon emas, lekin zato arzondan 2-3 ta odamga chopilgandan ko'ra qimmatroq, ishonchli odamdan olgan yaxshi deb o'ylayman men. Shaxsan meni fikrim bu. Bir oylikni 100% adminni olsanglar bo'ladi. Chunki bir oylikni tashlab bo'lmaydi, paket qilib sotib olib bo'lmaydi uni. O'shaning uchun adminni o'zi sotib olib beradi. Sizlar summani yozganinglarda hech qanaqa so'm, dollar, rubl deb yozishinglar shart emas. Bu to'lqa so'mda yuradi. 15,000 ni yozasizlar. 15,000 so'm tashlamoqchi bo'lsanglar, botni o'zi tushunib oladi uni. Keyin to'lov qilish knopkasini bosadigan bo'lsak, bizga avto to'lov uchun sayt ochib beradi. Saytda o'zi summani nimaga tashlamoqchiligingizni ko'rsatib turadi. Ilk holatda to'lov jarayonini bosadi. Keyin menda hozir klikdan tashlamoqchiman. To'lov qilishni bosib turib, klikka avtomatik kirib ketadi. Klikdan mana shunaqa qilib turib, o'zi avtomatik hamma narsani chiqazadi. Sizlar просто to'lovni bossanglar, o'zi avtomatik to'laveradi. Uni ham bilsanglar kerak. Keyin botga qaytadigan bo'lsak, sahifaga qaytish knopkasini bosamiz. Keyin saytdan chiqib ketamiz. Tepada chap tarafda X turibdi. O'shani bosgandan keyin mana hisobingizga 15,000 so'm qo'shildi deydi. Keyin orqaga knopkasini bosamiz va nimani sotib olmoqchi bo'lsak, o'sha narsalarni tanlaymiz. Men hozir virtualniy nomer sotib olmoqchiman. Men nomerlarni ko'rib chiqamiz. Nomerlarni o'zingizlar xohlaganinglarni tanlaysizlar summasiga qarab. Men Nepal nomerini olmoqchi bo'lib ko'raman. Sotib olish knopkasini bosadigan bo'lsak, Telegram originalga kirgizishni tavsiya qilmayman, chunki Telegramni o'ziga SMS kod kelishi kerak bo'ladi. Raqam tugatdi. Boshqa nomerni tanlab ko'ramiz. Telegramni o'ziga kod kelishi kerak bo'ladi. O'shaning uchun Telegramni norasmiy ilovalardan foydalanishlarini tavsiya qilaman. Keyin nomerlarni tanlab oladigan bo'lsak, botdan arzonlarini tanlasak, hozir bulardan qolmagan bo'lishi kerak, chunki odamlar ko'p sotib oladi, chunki nomer ko'p tarqaladigan nomer bo'ladi. Hamma sotib oladigan, hamma xohishi bor bo'lgan nomerlar bo'ladi bular.
O'shaning uchun arzon nomerlarni ko'p odam sira sotib oladi. Sizlar ham ulgurib sotib olib qolsanglar, sotib olganinglar, bo'lmasa sal qimmatroq bo'lsa ham olib qo'yaverasizlar. Endi men fikrim bo'yicha ja arzoni ham bo'lavermaydi. Ja arzon sotib olsanglar, endi nomer kuyib qolishi mumkin. Arzon nomer o'zi shunaqa bo'ladi hamma joyda. Bitta bizning botda bo'lmaydi. Hamma saytlarda, botlarda shunaqa bo'ladi. Endi biza boshqa nomer qidirib ko'ramiz. Mana bizaga Kolumbiya nomerini chiqazib berdi. Kolumbiya nomerini sotib olamiz. Mana raqam muvaffaqiyatli sotib olindi. Endi raqamni ustiga bitta bossak operatka oladi. Endi buni norasmiy Telegramga kirgizamiz. Originalga kirgizmanglar. Iloji boricha kirgizmanglar originalga. Norasmiy Telegramga kirgizamiz. Nimagadir internetim yaxshi ishlamayapti yokida Telegramni o'zi qotyapti, zagrcha qotyapti, bilmadim. Bo'pti, bu boshqa Telegramga kirib ko'ramiz. Akaga kirib nomerni kirgizadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. Telegram xabarini tekshiring deyapti. SMS kodini olish knopkasini bosadigan bo'lsak, bizga kod kelgan bo'lishi kerak. Mana SMS kod deb ko'rsatyapti. Buni kopiratka olamiz. Keyin joylashtirib olamiz. Mana sirasi kirdi. Endi buni o'zingizlar Gmail qo'yib, ikki bosqichli qo'yib ishlataversanglar bo'ladi bemalol. Bu ko'p vaqt ketadi, sirasi o'chib qoladigan nomer emas. Bemalol ishlatib yursanglar bo'ladi. Sizlarga tavsiya beraman, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Men o'zim sotib olib ishlatib ko'rdim. Vashti zo'r bot. Botni o'zi vashti zo'r ishlangan. Stars olsanglar bo'ladi. Telegram Premium virtual nomerlarni xohlaganingizlarni sotib olsanglar bo'ladi. Bemalol ishlatib ko'ringlar jigarlar. Videoga like, podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin jigarlar.